Albatta sizlar meni kanalimda kutinglar. Men xohlagan magazin, taksi, sartaroshxonalar bu joyga borib, menga obuna bo'lganmisiz deb pul taklif qilishim mumkin. Tushuntiradimi? Hozir sartaroshxonaga kiramiz. Agar men birta insonni mo'ljallayman, agar menga obuna bo'lgan bo'lsa, mana shu 700 ming pulni beraman. Akam qalaysiz? Super. Yuribsizmi? Men taniysiz? Ha, taniyman. Agar menga obuna bo'lgan bo'lsa, mana shu 700 ming pul sizga. Anaqa bor? Seryo'zmi men aldamayman? Mana bizda bor, mana ko'ringchi. Yarim yetmaydi, ko'ringchi. U bilan Bormi? ishongim kelmayapti, seryo'z. Bor, qarang. Gapi aka, akam obuna bo'lgan ekan. Yolg'onchi o'ymaymiz aka, mana 700 ming pul aka, mana sanaving. Mana bo'ldi. Mana sartaroshxonada hamma qora akalar, behijolar. 500. To'g'ri ekanmi aka? Rozi bo'y bo'lmasa. Bo'ldi aka. Muzaffarbek kanaliga a'zo bo'ylar, obunachilarga pul shishtir beriladi. Agar 6 asonsa kelsalar, kompot, sho'rva, smetana hamma bepul beriladi. O'shaning uchun borib, mana shu kanalga shunday kirganlaringda shunday obuna boshingizdan chiqmas. Har qachon ro'paralaringdan chiqishi mumkin. Tushuntiradimi? Voy, Roza akamiga to'g'ri. Rost, 700 ming soldimi cho'ntaga bo'ldi. Aka shu o'rtaligimiz qayerga ketdingiz? Mana tovoqchidanman. Tovoqchidan. Gap. Ismingiz nima? Azamat. Azamat. Azamat akam 700 ming oldi. Mana guvoh. Короче, obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Seryozni akalar. Men bu akalar mensimaydi desam, menga obuna bo'lgan ekan. Ah, bila. Alam qilmaydi, chunki beraman dedim, beraman. Gap yo'q ekan.